2026 versiya Cobalt ko'rsataman akalar. Xo'p, tashqarisida o'zgargan joylari yo'q, lekin motor sohasida o'zgarishlar bor. ABS usilining qilingan, ikkita moy datchiklar o'rnatilgan va konditsioner usilining qilingan. Xo'p, bu full pozitsiyasi Midnight. Обшивкалari qoraytirilgan, sidenlari polni koji, multirul, tablolari boshqacha, yangilangan tablo va monitor. Okalar, buni narxi 165 million, o'z orqalarini ham ko'rsataman. Xo'p, bunisining narxi 156 million, 10 million farqi bor, salkam arziydim, arzimaydim yozib ketasizlar. Sidenlarda farqi bor xolos, rollari bir xil, tablolari bir xil, motor sohasida ham farqi yo'q, monitorlari bor. Lekin buni qiziqadigan joyi bu Cobaltlarni okalar 2026 birka bilan chiqdi. Mana. Kimga kerak bo'lsa 3-noyabrdan sotuvga chiqadi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar.